demoqchi edim. Lekin bunaqa jonkuyar odam ko'rmaganman. Rahmat. Ijodiy jamoa. Va mana shu filmdan keyin balki odamlarning fikri boshqa bir tomonga o'zgarar. O'ylaymanki, bu loyiha sizlarga yoqadi va biz nimani aytmoqchi bo'lganimizni albatta tushunasizlar. Zo'ravonlikni boshidan kechirgan bolajonlarning hikoyasi. Haqqim bor film premyerasi. Marhamat, tomosha qilamiz. Meni zo'ravonliksiz bolalikka haqqim